Yana bir bor assalomu alaykum. Vaqtim borganda chexol yuvildi, tozalandi. Judayam ahvoli chexol. Keyin mana buni nimadir qilishayotganda sindirishgan. Mana buni ham chiqarishayotganda singan. Mana buni kuleylab yana joyiga qo'ydim. Tegid ismlarini Telegram kanalimda ko'rsatdim, nima qilib tashlashganini. Judayam parod qilib qo'yishgan ekan, endi yomonlashda emas. O'zimiz ham shu narsadan boshlaganmiz bir vaqtlar. Ismlarni hozir normali joyiga qo'yib, ana sideniyan tegidagi ismlarni полностью rastashkaga tortib bo'ylab tashalgan bo'lgan tegan. Mana endi bu 3 ta mana отдельный, mana qolgan hamma narsasi joyida. Umuman ip ishlatmasdan rastashka bilan qotirildi. Xizmatlar bo'lsa aloqadamiz.